Assalomu alaykum, hurmatli kitobsevarlar. Mashhur o'zbek yozuvchisi O'tkir Hoshimov aynan insonlarning og'riqli nuqtasi bo'lmish urush mavzusida o'zining Urushning so'nggi qurboni asarini yozdi. Urushning so'nggi qurboni asari bir-biriga o'xshamas xarakterli qahramonlardan tashkil topgan. Barcha obrazlarning o'z fikrlari, o'y-xayollari mavjud. Lekin bu insonlar barchasining g'am-qayg'ulari, tashvishlari ildizida urush yotadi. Urushning so'nggi qurboni asari qahramonlari Shone'mat, Shoikrom, Umri xola va Xadicha, ya'ni bir oila a'zolari haqida so'zlab beramiz. Qimmatchilik, qahatchilik sababli o'g'rilar ko'payadi va odamlarni o'ldirib, uyidan narsalarni olib chiqib ketadigan o'g'rilar ham ko'payadi. Urush boshlanganda barcha oilalardan erkaklar urushga jo'natiladi. Lekin bu oiladan hech kim urushga bormaydi. Shoikrom to'qimachilik kombinatida montor yetishmasligi sababli o'lib qolishadi. Shone'mat bo'lsa sil kasaliga chalinganligi sababli urushga jo'natilmaydi. Asarda Umri xola o'g'li Shone'matni tuzalmasligini, o'lishini bilsa-da, kim nima desa hammasini sinab ko'radi. Umri xola Shone'matni birdan-bir niyati sog'lom ko'rish edi. Lekin urush tufayli oziq-ovqat tanqis edi. Umri xola o'g'li tuzalib ketishi uchun Shoikromning hovlisidagi qulupnaylardan o'g'irlab qo'y sutiga almashtira boshlaydi. Oziq-ovqat kam paytda barcha o'z oilasini, bolalarini o'ylaydi. Xadicha o'zi qurumsoq bo'lgan, urush boshlangandan keyin yanada bu hislati oshdi deb ta'riflangan. Lekin o'ylab qarasak, ona bo'lish osonmi? 3 bolani boqish kerak, ayniqsa urush yillarida. Bu asarda Umri xola obrazi orqali yozuvchi barcha hokisor, mehribon onalarni ta'riflab bergan. Shoikrom ham ataylab emas, qulupnay ariqchasiga tok simini tashlab qo'yadi. Shoikrom ham shu nasibamizdan ayrilib qolmaylik degan maqsadda bu ishni amalga oshiradi. O'z jigarlaridan xabar olmay qo'ygan aka-ukalar, o'zlari bilmagan holda ota-onalarini o'lishiga sababchi bo'lgan bolalar yoki yaqin insonlari ko'z o'ngida jon bergan insonlar tasvirlangan. Ming afsuslar bilsinki, Shoikrom o'z onasining qotiliga aylanadi. Hikoyada biz faqatgina bir oilaning taqdiri bilangina emas, urushda jabr ko'rgan insonlar taqdiri bilan tanishamiz. Asarda birorta qahramonga havas qilib bo'lmaydi, chunki undagi har bir obraz o'zining yaqin kishisidan ayrilgan. Kimningdir akasi, ukasi, turmush o'rtog'i, o'g'li urushda jon bergan. Deyarli hamma qo'shnining uyida yig'i ovozi keladi. Hali u hovlida, hali bu hovlida dillarni larzaga keltiruvchi yig'i ovozi eshitiladi. Asarda birorta qahramonning hayotiga havas qilib bo'lmaydi, chunki undagi har bir obraz o'zining yaqin kishisidan ayrilgan. Umri xola vafotidan keyin urush tugadi degan xabar keldi. Xulosa qilib aytganda, bu urush barcha insonlarni qiyin vaziyatga solib, ularni birma-bir elakdan o'tkazdi. Kimdir bu sinovlardan o'ta oldi, kimdir esa bu sinovlarni yenga olmadi. Kimdir odamiyligicha qoldi, kimdir iymonidan yuz o'girdi. Bu urush o'zidan ancha yiroqda yashayotgan insonlarga ham ta'sir qilmay qolmadi. Asar nomi ham bejizga urushning so'nggi qurboni emas. Hurmatli kitobxonlar, 1000 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan ma'qul deganlaridek, asar haqida ko'p eshitgandan ko'ra 1 marta o'qigan ma'qul. Ayniqsa hozirgi yoshlarimiz bugungi kunlariga shukr qilishlariga O'tkir Hoshimovning Urushning so'nggi qurboni asari katta yordam beradi. Har bir yosh avlodga, har bir kitobxonga bu asarni o'qishni tavsiya qilaman.